Yili yangi Persep olmoqchi yurganlar diqqatiga 2022-yil 12-oyda ishlab chiqarilgan Krone Persep sotuvda Pirgonkaga O'zbekistonda hali ishlamagan holatlari zo'r holatda turibdi. Moslari BPMOS bolalar holatini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana tentlarni ko'rib turibsizlar. Hozir yuvilmagan holatda ko'ryapsizlar. Bitta yuvilsa, bundan ham tiniq holatda bo'ladi. Persep lenta yakasi ham mavjud. Batman she love, yeah. Batman she love, yeah. Batman she love. Batman she love, yeah. Batman she love. Batman she love, yeah. Your pussy fat inna your shot. Persep mana ichki holatdagi o'zingizga baho bersanglar bo'ladi. Pollari zo'r holatda turibdi, tentlari ham zo'r holatda. Alyuminlari lekin to'liq holatda emas ekan, unisini o'zingizga kelishib olsanglar bo'ladi. Persep narxini 28 ming AQSh dollar deyilyapti. Yana ozgina kelishtirib beriladigan joylar bor. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman, 2020-yil Perseplar ham 24 ming, 24,5 ming AQSh dollar sotilyapti. Bu Persep 2022-yil 12-oy, deyarli 2023-yil Persep desa ham bo'laveradi. Qiziqqanli egalarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Chus shahrida turibdi. Videoga like bosib, shunaqa yili yangi Persep qidirib yurgan Fura ishlanishga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasa, hammaga rahmat.